Hammaga assalomu alaykum Italiyadan. Akalar, yaxshimisizlar? Ancha vaqt bo'ldi video qilmaganimga. Ishlar bilan, safar bilan bo'lib qoldim. Hozir ham safardaman. O'sha mana Milanga keldim, Italiyadaman. Akalar, yangiliklar, yangi vakansiyalar bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqinglar, yangi ishlar bor. Xorvatiyaga, yana boshqa davlatlarga ham aniq realni bormoqchi bo'lgan niyati jiddiy odamlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam beraman. Har xil firmalar bo'lyapti. Oldingi topshirgan joyimga firmada atkazlar bo'lib qoldi. Firmalar bir 4 ta odamimiz atkaz oldi. Firma oboroti aylanmagan, bilmayman sababini, hech hali bunday bo'lmagandi. Lekin atkazlar ham bo'ldi. Mana ko'pchilik aytmaydi, atkazda yoki boshqa faqat rezultat ko'rdi. Yo'q, bizda atkaz ham bo'lgan mana. Уже mana atkazlar ham bo'lyapti. Chunki bilinglarki, qiyinlashyapti. Shunday. Даже joy kelsa pul ham rol o'ynamay qoladi-da, shunday. Chunki приглашение adli masala, viza adli masala-da. Xudo xolasa shunga agar aniq realni bormoqchi bo'lgan harakatiga, xarajatiga, sabriga tayyor turadigan odamlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Shu 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsa, qurilishga, ustalarga ish bor. Usta bo'lsanglar, undan ham yaxshi bo'ladi. Patsovnik so'rashmayapti, shu Xorvatiyaga. Yana boshqa davlatlar ham bor, ularda ham gaplashamiz, ko'ramiz. Xarajatiga ham tayyor turinglar, lekin aniq realni odamlar chiqsa, o'zingizda ham meni ham vaqtim bo'lmaysizlar. Tezroq hujjatlarni qilib, tezroq gaplashib, ma'qul bo'lsa dogovorni qilib topshirardik. Chunki vaqt ketadi. Mana shu oxirgi topshirgan odamlarimiz 5 oyda приглашение kutdi. 5 oy deganda приглашение keldi. Приглашение keldi 2 oy vizani kutdi, viza отказ keldi. 7 oy kutdi. Shunday. Shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Endi bu degani hamma отказ oladi degani emas. Rizq Allohdan, nasiba qo'shilgan bo'lsa keladi. Biz sababni qilamiz, rezultatgacha olib boramiz inshaalloh. U odamlarimizda ham hali hammasini dogovor ish ketyapti. Masalasini yechib, hammasini hal qilamiz inshaalloh. Men masalan kerak emas, men birovning haqqini yeb yoki boshqa unday qiladigan inson emasman. Avvalo ishonch bo'lsa, keyin aloqaga chiqinglar. Menga birovning bir tiyin haqqi kerak emas. Prosta rezultatgacha olib boraman inshaalloh. Qo'limdan kelgancha rezultat. Bizga muhimi rezultat bo'ldi, tamom. Faqat o'shangacha bo'lgan joyga sabrda turib berish kerak, bo'ldi, tamom. Yangilik bo'lsa, o'xshasa hammaga foyda. Sizlarga ham foyda, bizga ham foyda, shunday. Shunaqa gaplar akalar. Xudo xolasa bu safar ishlarni kontrolni hammasini o'zim olyapman. Primoy o'zim bilan chiqasizlar, o'zim bilan gaplashasizlar. Hozirda safardaman, inshaalloh yaqin kunlarda borib qolaman. Yana gaplashib, qo'ldan kelgancha qilamiz. Podpisatsiya bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar, kommentariy yozinglar, savollar bo'lsa, YouTube'da ham rivojlantiraylik. Xudo xolasa videolar olib qo'yganman. Endi qo'yamiz. Mana 10 kundan beri safarda edim. Inshaalloh shunga ancha bo'ldi, yo'qolib qoldim. Ko'pchilik o'ylashgan yo'qolib qoldi degan, lekin yo'q, vaqt bo'lmayapti telefonga. Hozir mana telefonni olib, akalarimiz bilan edim. Ular hozir kiyim do'koni kirgan vaqtda zipa video olay dedim, 2-3 minutga bo'lsa ham dedim. Shunaqa gaplar, akalar, aloqaga chiqinglar. Ishlar bor, yangiliklar, yangi vakansiyalar bor. Gazini bosamiz inshaalloh. Faqat sudlanmagan bo'lishinglar kerak. Shunaqa gaplar, akalar, mana Italiya, Milandan inshaalloh. Milanlarga ham keldik yana bir bor. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Podpisatsiya bo'lib qo'yinglar inshaalloh. Ishlarda tanishtirib, qaranglar, qurilishda aslında ishda ham aytib o'tib ketaman. G'isht teraydigan, fasad yo'q qilishni biladigan, kafel teraydigan, armatura apalovkani tushunadiganlar bo'lsa, ko'pincha shularni olyapti-da ishga. Shunaqalarga ish ko'proq chiqyapti. Aloqaga chiqsanglar, gaplashamiz hammasini. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin, sog'lom bo'linglar. Aloqadamiz.